Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınızda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda, radiomuzda bu bir həftə içində Uyğurlarga dair anlatılған bir qism mühim xəbərlərini əslitib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. 20 aprel Uyğur Abdunum rayonunun Qorçaq rəisi Şöhrət Zakir Şinjan gazetida ochiq xat e'lon qilib, rayondagi ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlikni qat'iy saqlashni talab qildi. Şöhrət Zakir mazkur ochiq xatda Uyğur diyarının azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini, avtonomiya huquqining faqat bir millatli bahramon bo'ladigan huquq emasligini ta'kidlagan. U yana Uyg'urlarni atalmış 3 xil kuchlarga qarshi turishga, zo'ravon terrorchilarning qilmishlariga sukut qilmaslikka ogohlantirgan. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Rabia Qadirxonning bu haqda jiddiy inkas qaytirib, Qorçaq raisi Şöhrət Zakirning bu bayonlari Uyg'urlarning ochiq-oshkora bostirish obyektiga aylanganligini ko'rsatib berdi dedi. Xitoy hukumati Xotanda jazolagan birinchi turkumdagi 97 nafar kadr ichida Chirinoye Chaqi yezisidagi Uyg'ur kadr Salomat Xamiba bo'lib, u nikah marosimini o'z uyida o'tkazganligi uchun jazolangan ekan. Radiomuzning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida o'tgan 1 yildan buyon butkul Xotan tavasida yerlik Uyg'urlarning nikah, xatna to'y va nazir chiroq qatorliq marosimlarining belgilangan o'rinda kadrlarning nazorati ostida o'tkazilganligi dalillandi. Chirinoyisdagi bir Xitoy kadr buni diniy asabiylikning jamoat orasiga yomrishini cheklash tadbiri deb izohlasa, yana bir qism yerlik Uyg'urlar diniy odat murosimlar hukumatning nazorati ostida o'tkazilsa, o'zlarining diniy asabiylikka chetilib qilish vahimasidan qutuldiganligini ilgari surishdi. Xitoy hukumati yaqinda suv inshooti orqali Xinjiangni gullantirish qurilish uchun bu yil jami 36 milliard yuan mablag' soldiganligini e'lon qildi. Turpan shaharlik doiralarimi Dunyo bankasi ta'minlagan zo'r mablag'dan foydalanib, Turpan o'ymonligidagi qarzlarni qo'g'dash turi turg'izilganligini bildirdi. Undaqda Turpan qarzlari rostilla qo'g'dab qilinamdi. Qarzlarning hozirgi haqiqiy ahvoli zodi qandoq? Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Turpandagi 4 nafar soqchining hammasi birdak navbatda Turpan qarzlarining asosiy jihatdan qurib ketish girdobiga yuzlanganligini oshkorladi. İgəlişimiz qaraganda yaqindan buyon chet ellardan yurtga qaytgan bir qism Uyg'ur o'quvchilarning pasportlari yig'ib olinganligi hamda doiralarning ularga o'rinsiz parakandichilik selayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Misrda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning inkaslaridan bu ahvollar tilga ilingan. Radiomizning otishdagi saqchixonlardan ahvol egallishi davomida chet ellarda diniy sohada ilm tahsil qiluvchilarning nuqtaliq tekshirish obyekti qilinayotganligi dalillandi. Türkiye Marmara Üniversitesi'nin hadis ilmi boyunca doktor aspiranti Abdusalam Abdulakim, Türkiye'deki Uyghur okuvchilarning bu xil tahdidga duch kelayotganligini bildirdi. Xitoy hukumati yaqindan buyon o'zining Uyg'ur elidagi zarba berish nishonini ma'rif sohasidagi Uyg'ur o'qituvchilarga qaratganligi ma'lum bo'lmoqda. Oldingi kuni Uyg'ur Abdunum rayonlik ma'rif nazoratining naziri Farhod Azim o'qituvchilar qo'shini orasidagi 220 Uyg'ur o'qituvchilarining mavjudligini axborotga bildirgan. Yevropadagi ma'lum bir davlat o'ltirishlik Uyg'ur ziyolisi Xalis Apandi bu vaqtda inkas qaytirib, doiralarning navbatdagi zarba berish nishonini Uyg'ur o'qituvchilarga qaratishi ularning kasbiy mas'uliyati va rolini bo'g'ib tashlaydi dedi. Uyg'ur diyorida avji ilayotgan ochiq xat e'lon qilish shamolida To'qson oyisidagi qizil aktiv Gulshan Rahman o'tgan dushanba kuni o'tirg'i chiqib, o'zining musulmon emasligi haqida bayonot bergan. U o'z nomidan e'lon qilgan ochiq xatda men o'quvchi vaqtimda kommunistik partiyaga a'zo bo'lgan. Bizning oilamizda hammaylar kompartiya a'zosi. Shunga bizning oilamizdagilarning hech qaysisi musulmon emas degan. Undidar va Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan bu bayonot Uyg'ur eli va chet ellardagi Uyg'ur jamoati orasida kuchli g'ulg'ul paydo qilmoqda. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelər həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.